Misol aka, hali men maydalashmayman aka. To'ydimda bir aniq nuqta bor. Ishlamaysizmi akajon? Ishlamaysizmi? Nima qilib berasiz? Agar deganlar-ku, shartnoma o'tgan, to'g'rimi? Bo'ldi, haydashang. Men sizni tushuntirib olmayman, sabringizni tushuntirib bermoqchiman. Xolos, 3 million olsangiz demoqchiman. 24 million bor. Yarmini o'sha yeb ichdingiz, balobatlar kiyim-kechak chiqarib yuborasizmi? 12 million, 10 million pul qolyapti. Misol, 1000 dollar deganimda, 1 yilda 1000 dollar siz kapital yig'ib qo'yapsiz. Lekin shu ozgina sabringiz bilan aka, 1 yillik, 1 oylik oyligingizga siz 1 yillik daromadingizni chiqaryapsiz. Tushunyapsizmi? 1 oylik oyligingizni. Siz biroq bu yoqqa kelayotganingiz ishingizdan keching. Bizda o'qing deyilmagan. O'zingizga qulay vaqt tanlab turib 2 soat, haftada 6 soat vaqtingizni sarflab 2 soatdan, ertasiga shu yana 2 soatda vazifangizni qilib qo'ying deyilganda aka. Tushunyapsizmi? Ha, bilasizlarmi bu narsani? Shuning uchun tushuntirmoqchi bo'laman, shu ozgina sabringiz bizlar yo'q bo'lib ketgan bo'ladi. Damnom o'sha aka. Qayerdadir bo'lgan bo'ladi. Men aytmoqchi bo'laman, bular nimaga aniq qilyapti? Bu akalar Rossiyaga olib ketdi. Bilaman, Ha, oldinda o'sha qaytarib olganman. Siz aytgan 2 soat o'qishgan emasda. hurmat qilib, sizlarga rahmat tushunib, ozodlik ham yozganlar, mana shu yozilgan bilan. Endi chekka bo'lganda o'sha ozodlik hammasini chek qo'ygan bo'lardi. aka, rahmat bu narsaga. Men rahmat aytaman. Xudo xohlasa shu O'zi gapirish minnat-ku endi. Yo'q, to'g'ri aka. Akajon, to'g'ri bu narsa. Men sizga rahmat aytaman bu narsaga. Shu bizdan qolgan shuni. Shuning uchun ham biz natija bilan kelyapmizki, u yog'i mana priglasiyatsiyaga ish beruvchi уже rozi, qabul qildim dedi, misol uchun. Studentni, yo'q bizaniki. Qabul qildim dedi, bitta shu biznes qolyapti. Boy bu narsani uncha odamdan ham so'rasangiz, viza, pasosta bilasiz, umuman boshqa joy dedim. Boshqa davlat. Bizaniki ham allasha olmaydi dasa deydi. Lekin biz yo'lini qilyapmiz-ki, aka. Yo'lini qilyapmiz. Ya'ni vizasini olib chiqsin. Yaqinda eshitgan bo'lsanglar bu narsani ham Sherzod Abdurahmon tanisizlar, to'g'rimi? Ha, hamma taniydi. Boshlig'imiz akamiz. Shu eng kuchli 6 ta yosh tadbirkorlar safiga qo'shildilarki, yaqinda selektor bo'lib o'tar ekan. Xudo xohlasa, o'zimizning prezidentimizdan birga, muhtaram prezidentimiz birga. Xudo xohlasa, yaqinda endi sho'si bo'ldi, prezidentlar kelib ketib bilganmiz, cho'zilyapti bu narsa, lekin shu 6 ta odam ichida Sherzod Abdurahmonov ham qo'shildi. Boshqalar bir kutubxona bo'yicha ekan, kimdir kinostudiya bolabatlar ekan, lekin bizning mavzuyimiz ya'ni migratsiyani olib chiqish yo'li. Tushunyapsizmi? Xudo xohlasa, televizorda ko'rib turganingizda ham balki komandang bilan video selektorlarni. tushunmadim. Kuzatamiz. Komandang bilan borsa, biz ham balki shu yerda bo'larmiz. Misol. Tushunyapsizmi? Bizga nima? Bitta balki bir nomzod bo'lib qolarmiz bu narsaga. Misol. Xudo nasib qilib bir nomzod qo'yganimizda, misol siz ketdingiz bizning orqamizdan, oilangizni boqib olasiz. Misol. To'g'ri sherikchilikda biz ham olamiz mehnatimizga yarasha. Misol. Lekin Bekzod Pulatov. Men shu orqali bo'ldim, shu ishxona orqali deb turib, menga qiticha qo'yishingiz mumkinmi aka? Misol bu ham. Qarang, yana bitta narsa. Yo'q, shuning uchun aytmoqchi bo'lgan narsam aka. Biz o'zimizdan yo'limizni ketyapmiz. Sizdan shu duoingiz bilan sabringiz 2 soat bo'lsa o'ylashingiz mumkin, bo'yatgan. 24 soat shu ichidamiz ekan aka. Bizga qo'yib beringlar, o'zimizdan ish qilib berishga aka. Bo'yatdi ham bu narsa, student o'zi ham rozi, что xursand bo'lgan tarafi hozir bilmayman, Dostonbek nima anaqa bo'ldi. Men aytmoqchi bo'lgan narsam shu, u ham rozi, haqiqatan ish ketayotganiga aka. Bitta shu viza qolyapti xolos. Endi to'g'ri, sizlar haqiqatdan faqatgina odamni shunchalarga solmasdan Soat 12ga imtihon qaytarilgan. Biroz vaqt so'rib qoldi. Hammamiz ham nimadir ishimiz bor. Men yo'q, uzr, siz gapingiz bo'ldi. Prosta men demoqchiman, hammani ham rejalashtirgansiz. Savol men bilaman, kechasi 12gacha tugamaydi. Bo'lmagan, men hamma savolga bitta bergan savol boshqa javob qilib beraman. To'g'ri. Buni to'qirsa qilaylik, qo'ygan o'zingiz. Akajon, hozir imtihon boshlab olamiz, bo'lsa bilaman degan gaplashaman. Agar to'g'ri bo'lsa. Hali yana gaplashamiz. Bekzod aka, men xudo xohlasa mana bu dekabrda viza chiqishlar boshlansa, men shaxsan o'zim har bitta viloyatga kelmoqchimanki, Sizlarligini ayting. Hali savol bering. Hali savol bering. Men o'zim kelmoqchiman shu. Videoga olaman. Bekzod, menga qarang, bitta oxirgi savol. Mana shu imtihondan o'tgan 5-maymi, yil farqi yo'q. Tanlov kim egar? Birinchi odam qachon mana shu O'zbekiston tark etdi Germaniya yoki Akajon, men Norvegiyaga boradi. tushuntirdim shu narsani, men hozir bitta gap gapirmayman. Qog'oz bilan gapiraydi, qog'oz bilan. Qog'oz bilan gapiring. Odamlar buni olsan o'zi ko'rib tursin. Pasotvasini ham, boshqasini ham, priglasiyatsiyasini ham o'zi ko'rib tursin. Yo, mana shu dekabrda birortasi ketadi. Dekabrda xudo xohlasa viza olishadi. Bizdan oldin bo'lganlar Germaniyaga qo'yildi, bilganman. Bu ham aka, mana qarangda. Biz priglasiyatsiyasiga qilib berdik, bizlarga qo'yilmadi deyapsiz, to'g'rimi? Misol, o'sha oldin Germaniyadan kelganlarnikini biz yo'lini topib turib, o'zimizga ishonib qo'yibamiz-da. Tushunasizmi? Bu ham natija demoqchiman. Qo'yilgani, rostdan qo'yildi degan narsa. Siznikini ham bo'lsa o'xshaydigan qilib qo'yaylik demoqchimiz. Aka, yana bitta savolda.
Namangandan hammamizga hozir tayinloma shartnoma bo'lganlar bor-ku. Qachon hammamizga prezidentlikni keladi tayinloma? 15-gacha. 15-ga hammada bo'ladi qo'lida. Menga mana bemalol mundoq qo'yib Yo'q, buni. aka, men O'zingiz olaman. aytdingizki, menga aytdingizki, men videoga olib labsizda deyapsiz aka. Menga rahbardan 15-gacha deyildimi aka? Men 15-gacha gapiraman bu narsani. 5-gacha deyilganmidi, 5-gacha keldi aka. Tushunyapsizmi? Mana qo'limda ushlab turibman shu narsani. Boya ko'rdingiz. Keldi demoqchi. Endi 15-gacha bo'lganda Haqiqiy keladi. Nima degan? Ha, bu ham haqiqiy-ku. Bo'ldi. Shu gap kerak. Mayli yigitlar. Mani savolim emas, Nestaga. Hali aytuvdim taklifim. Men bilasizlar to'xtaman. Kamerangiz menga qarab. Ana qo'ying. Men gapiray. Endi masalan siz bir ish boshlamoqchisiz. 5-kuni men mana shu ish qilaman deysiz a? Nimadir sabab bo'ladi yo nimadir turtki bo'lib o'sha kun 8-chi yo 10-chi yo 12-chiga surilib qolishi mumkin yo o'sha 5-kuni bo'lishi kerakmi? Laz beryapti. Laz beryapti. Savol berdi. Men labs deganda men sizga garantiya deb so'rayapman. Garantiya. Rahbar o'zi aytganki bu narsa, men o'zim ham bunga qo'shilaman. 2 metr past. Xohlang 20 deng aka. Xohlang 20 deng, lekin bizga odam gap kerak. Aka, men aytayapman sizga 15-gacha davomman, to'g'rimi? 5-gacha deganim keldi, to'g'rimi misol? 5-gacha deganim keldi. 15-chi deganda boy aytibdilar. Issiq jonsiz, men bitta tushib turib nima bo'lishini bilasizmi? Yo'q, to'g'ri aka. Bilmaysiz, To'g'ri. Agar men hozir men bitta sizga 15-chi labs beraman desam aka, men bitta bir nima bo'lib qolsam, misol, mana Bo'lib qolsangiz aka, to'g'risi tushunamiz aka, bo'lib qolsangiz. Lekin sog' bo'lsangiz, lekin odam lazi yo'q to'g'ri. Nestaga. Hamma savol bir-biriga o'xshab ketyapti-mi? Taklifim. Mana hamma savol ko'paymasligi uchun asosiy Telegramda gruppamiz bor-ku, kanalimiz Ayjonika. Har 5 kunda yoki haftada bir marta mana shu masala bo'yicha yo o'zingiz yo bu yoqda Instagramda qisqa ma'lumot tashlab bering. akajon men tushundim. Yo'q, savollar ko'paymaydi. Misol 5 ga emas 10 ga bo'lib qolyapti. O'shaning uchun bezovta bo'lmaydi. Deb qo'ysangiz bo'ldi. Mana bunaqa savollar ko'paymaydi. Rahimjon aka qarang. Instagramda xuddi shunaqa narsa ochildi-da. Savolingni ber, biz video orqali javob beramiz. Berilib o'tdi demoqchiman-da. Xudo xohlasa bu narsani ham amalga qo'yamiz.